qalb uyg'onishi uchun oldin uni ichini o'rganib chiqish kerak. Alloh insonga ishoralar bilan birga ilhomni ham qo'shib beradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bir ilhom bilan keladigan holatlar ham bo'lgan-a. Lekin ko'pchilik buni farqini bilmaydi. Ishora tashqaridan keladi. Ya'ni vaziyatlar orqali, sinovlar orqali, takrorlanuvchi holatlar orqali. Siz nimaga beriladi? Nimaga keladi bu? Sizni to'xtatish uchun. Ilhom esa ichingizdan keladi. Fikr orqali, bir fikr orqali, yo qanaqadir bir his orqali. Shunday qilish kerak degan bir ichki chaqiriq orqali keladi. Sizni to'g'ri yo'lga burish uchun. Lekin bizda nima bo'ladi? Mana shunaqa holatda aql darrov shubha qiladi. Ko'ryapsizlarmi? Nafs bo'lsa bu holatda rad etadi. Ongiz eski holatga tortadi. Va shunaqa qilib inson nima qiladi? Ilhomni o'chirib qo'yadi, o'zi sezmagan holda. Shu narsalarni qabul qilib qo'yish bilan. Haqiqat shuki, ishora kelganda to'xtash kerak. Ozgina o'ylanish kerak bo'ladi. Ilhom kelganda bo'lsa, gazni bosish kerak bo'ladi. Endi ilhomni qanaqa nimasiga qarab. Masalan, ilhom noto'g'ri yo'lda bo'lganligi nisbatan ham keladi. Ularda qalb ovozini eshitish vaqti bo'lgan, lekin ular nafsiga ko'proq e'tibor berib, qalbini ovozini bosib qo'ygan. Shunday qilib tagida ko'milib ketgan, qalbini ovozini eshitmaydigan darajada bo'lib. Mana shundan ular dopamin olganini hisobiga ular endi bo'ldi, shu narsadan anaqa zavq oladi. O'shaning uchun oldin ilhomni qaysi tomondan qabul qilayotganiga qarab, keyin gazni bosish kerak. Agar bilimingiz bu haqida yetarli bo'lmasa, bilimini o'rganish kerak. Agar inson ilhomni, ya'ni ichkaridan kelgan to'g'ri chaqiriqni eshitmasa va unga amal qilmasa, endi ishoralar kuchayishni boshlaydi. Bu sekin tashqaridan ko'rsatilishi boshlaydi. Tashqaridan keladi. Ko'ryapsizlarmi? E'tibor bersanglar, yaxshilab bu gapimni tushungan odam tushunadi. Ishoralar sekin tashqaridan keladi. Ko'pincha ana o'sha men aytganimdek yoqimsiz vaziyatlar orqali kela boshlaydi. Aynan insonni to'xtatish va uyg'otish uchun vaziyatlar yo'nalishini to'g'rilashi uchun aqlini to'g'ri yo'naltira olishi uchun keladi, sodir bo'ladi. Tushunarli? Demak, xulosa qilsak, ilhom kelishi yengil yo'l, motivatsiya sifatida keladi. Allohdan bu ham bir bizga berilgan bir ne'mat, bu ham ilhom ne'mati. Ishora sinov, kechikkanda keladigan qattiqroq yo'l. Ya'ni siz qaysini tanlash insonni o'ziga bog'liq. Chuqurroq olib qarasak, o'sha ishoralar hayotdagi signallar, mana o'sha tushunolinglar, hech qanaqa tasodif emas. Balki sizni shu qalbingizga, ongingizga, taqdiringiz o'rtasidagi muloqot deb tushuning. Ishora bu qalbga kelgan chaqiriq. Bu sizni ichkari tayyor bo'lgan narsaga ishora. Bu ham. Bu ishora ham imkoniyat sizga. Qarang, qanaqa Alloh taolo imkoniyatlarni berib qo'yganini ozgina tafakkur qilsanglar aytolman, ko'p narsaga ochilish bo'ladi deb. Masalan, hayotingizda har kuni bir yangi odam bilan uchrashish bor, yangi moyillik kelishi bor. Sen tayyor emasman, sal qo'rquv bor deb mana o'tkazib yuborishadi. Aynan mana shu bizning chilla kursimizdagi qabul ochilgan paytda oramizda shunaqalar bo'lib turadi mana. Hali tayyor emas ekanman, yallab uchrab turadi. Sal qo'rquv bor yoki ikkilanyapman deb. Mana bular hozir ko'rishmayapti-da ortidagi holatni. O'sha ham bir nafsini gapiga anaqa ilakishayotganini ko'rishmayapti. Aslida u ishora bizga omonat. Agar foydalanmasangiz yo'qotasiz. Yo'qotsangiz ichingizda og'irlik paydo bo'ladi. Ishorani o'tkazib yuborish esa ichki qarz qoldiradi.
Nima uchun ba'zi odamlarda qoniqmatli, qanaqadir tushunarsiz bo'shliq bo'ladi, hayotda nimadir yetishmayotgandek bo'ladi. Mana masalan sizlar ham o'zinglarda o'tgandir shu holat. Chunki ular kelgan ishoralarni amalga oshirishmagan. Qalb bilib turadi, qalb. Siz nima qila olishingizni bilib turadi. Ishoralarchi doim oson ko'rinishda kelavermaydi. Ko'pincha ishora qiyin holatda keladi, qiyin. Qaror orqali, qo'rquvlar orqali, komfort zonadan chiqish orqali keladi. Mana haqiqat o'sish doim noqulaylik ortida turadi. O'sish, rivojlanish, oldinga yurish bor-ku, shu noqulaychiliklar ortida turadi. Eng kuchli ishora takrorlanaveradi. Tushunyapsizmi? 3-4 marta har qanaqa turli yo'llar bilan chiqdi, sizni diqqatingizni tortaversa, bu oddiy emas, bu oddiy holat emas. Demak, harakat qil, oldinga yur degan signal bo'ladi. Psixologik tomondan buni ong osti signallari deyiladi psixologiyada. Tasavvufda bo'lsa buni ilhom, ilohiy ishoralar deb aytiladi tasavvufda. Qarang, ichki holatda diqqatni o'ziga qarashingiz kerak narsani. Hop, endi mana sizlar eshitdinglar, tushundinglar nimaligini. Bekorga men sizlarga hozir bu o'zinglarga diqqatni qaratinglar, ishoralarni qabul qilinglar, befarq bo'lmanglar deb aytmayapman. Ya'ni bu narsa insonni o'zligiga olib keladi, ya'ni o'zini o'rganishga, o'ziga fokusni qaratishga olib keladi. Bu juda ham katta Alloh nazdida buyuk ish hisoblanadi. Inson agar o'zini anglamasa, unda hayotda yashashda ma'no yo'q. O'zini anglamasa, u his qila olmaydi. Nima uchun yashayotganini bilmaydi. Nima uchun dunyoga kelganini ham bila olmaydi. Inson o'zini anglamasdan turib haqiqiy ishqqa ham yeta olmaydi. Chunki ishq bu faqat hissiyot emas. Bu qalbni uyg'onishi. Ba'zi insonlar namoz o'qiydi, o'sha zikr qiladi, lekin ichida hech nima o'zgarmasligi, ya'ni ichki holatidan. Hammasi shunga taqalyapti. Chunki u nima qilayotganini qalban his qilmayapti. O'zini tanimagan insonda amal bor, lekin ishq yo'q. Ishq bo'lmaydi. Kimdir qiyinchilikka tushadi. Birinchi marta o'zini o'ylashni boshlaydi, qiyin ahvolga tushganda. Kimlardir bunga befarq bo'ladi. Yana o'sha qiyinchilik vaziyatga qarshilik ko'rsataveradi. Qarshilik ko'rsatib nima qiladi? O'zini o'zi yeydi. Qarshilik ko'rsatib dunyo qonunlariga. Mana aqlni to'g'ri yo'naltirsangiz, eshiklar ochilaveradi. Keyingi eshiklar ochilaveradi. Agar siz uni to'g'ri qabul qilsangiz. O'shaning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bekorga aqlingizni yuritmaysizmi deb aytgan. Biz nima qilamiz? Aqlni noto'g'ri yo'naltiramiz. Aql bor-ku, aqlni to'g'ri yo'naltiraman-u, to'g'ri ishlatyapman-u deb o'zimizni aldaymiz. Ya'ni nafsimizni gapiga quloq solib qo'yib, o'zimizcha to'g'ri yo'ldamiz deb o'ylaymiz. Vaholanki nafs turganini ko'rmaymiz. O'shaning uchun qiyinchiliklar bekorga bo'lmaydi. Mana bu ham bir Allohning marhamati. Inson yursin oldinga, qadam tashlasin deb. Chaqaloqni tasavvur qilaylik, onani qornida qanaqa o'tiradi. U ham bir komfort zonada. Chiq, dunyoni kez deydi Alloh taolo chaqaloqga ham gapirib. Rivojlan, o'z tanam yuksalgin deb. O'shaning uchun insonda bu holatlar siz tushunishinglar kerakki, nega bu holatdaman, nega bu holatda men bu vaziyatga tushyapman deb. Ana shunda nima bo'ladi? Ichkarida ayrimlarimizda ichimizda gumonlar ketadi. Alloh taolo shunga men shuni holatga solishni xohladi. Darrov yomon gumonlarga tushishni boshlaymiz. Bu ham bizani nafsimizni tarbiyasizligidan. Nafs mana shunaqa holatga tushirib qo'yadi. Insonni o'ziga bo'lgan ishonchini tushirib tashab, mana seni Alloh jazoladi, mana seni falon qildi, u qildi degan ma'nodagi gaplar bilan harakatdan to'sib, ikkilantirib,
oldinga yurg'izmay, o'zimizga bo'lgan ishonchni pastga tushirib tashlaydi. Aslida Alloh taolo bizga qanaqa imkoniyatlar bilan yuborganini bilganingizda, siz hozir farishtalardan ham oliy darajada bo'lardingiz. Agar ko'ra olganingizda, nafs tarbiyalanmas ekan, bizni hech qachon Alloh taoloni qalban ko'rolmaymiz. Inson o'ziga fokusni qaratsa, ya'ni o'rganishni boshlaganda, inson anglashni boshlaydi. O'zlikni anglashni boshlanishi bo'ladi shunda. Ana shu yerda qalb ochilishi boshlaydi. Agar o'ziga qarataversa, ko'proq qaratib borsa, hayotdagi odamlarning gapi bilan tachaklashib yoki bo'lmasam ularni kerak emas behuda gaplariga ahamiyat berib yuradigan bo'lsangiz, sizda ochilish bo'lmaydi unda. Ana o'shanda inson borib Allohga muhtojligini his qiladi. Ana shu ishqni ilk uchquni bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana shu ishqni ilk uchquni hisoblanadi. Shuncha e'tiboringlar qaratilgan sari. O'shaning uchun sizlar qanaqadir buni o'qiyotganinglarda, namoz o'qiganinglarda, nimadir amal bir nimani bajarishinglarda aytangi sizlarda huzur bilan bajarish holati bo'lishi kerak. Namozda bo'lsa Alloh bilan uchrashuv holatini his qilishinglar kerak. Har doim 5 mahal namoz o'qiganda huzur paydo bo'lishi kerak. Hozir Alloh bilan uchrashadigan vaqtim yaqinlashyapti degan holat paydo bo'lishi kerak. Bo'ldi, vaqt soati keldi endi. Bizni ma'nolarni ko'ra bilishimiz kerak. Ma'noli bo'lishini xohlagan inson o'zini o'rganishga harakat qiladi. Uni keyin hayoti ma'noli bo'lishi boshlaydi. Hayotida har bir narsada ma'noni ko'radi. Suratlardan chiqadi-da. Alloh taoloni ko'rishni boshlaydi har bir holatda. Demak, Alloh taolo qarang shunchalik aytayaptiki, men bandamga yaxshi bo'lsin deb qilyapman deyapti. Vaziyatlar agar qayta takrorlanmasa, qaranglar, tasavvur qilinglar, oxiri nima bilan tugaydi bu? Qanchadan qancha odamlar bor. O'zini anglamasdan shundoq o'tib ketganlar nechtasi qabrda yotibdi. Robbim meni qaytar. Men endi o'zim ustimda ishlayman. Endi tan tomon harakat qilaman. Endi qalbimni poklashga harakat qilaman deb. Afsuski kech. Mana hozir sizlarda bo'lsa bekorga bu yoqqa kelib qolmagansizlar. Alloh taolo imkoniyatni ko'rsatib qo'yganini qaranglar, shunda bekor hozir aytdimmi? Keltirilib qo'ygansizlar. Bekorga emas. Mana misol uchun bir xil oramizda shu masjiddagi hozirgi berilgan ma'lumotlarga ham befarq bo'ladiganlar ham bor. Nimaga bilasizlarmi? Haligi aytdim-ku, nafs haqida ma'lumotlar berdim. Miya qanaqa ishlaydi? Aynan aql orqali foydalana oladi. Darrov rad etadi. Sekin uzoqlashtirib yuboradi. Birdan yo'qmaydi. Nafs sekin uzoqlashtirib yuboradi. Sizni o'zgarishga, qadam tashlayotgan joyidan sekin burib yuboradi. O'shaning uchun bizda to'sib turgan narsa mana shu nafsimizda ekan. Sizlar ham mana bu haqida bilmaganlar bilib oldinglar. Demak, meni harakat qilish vaqtim kelgan ekan. Men o'z ustimda ishlash vaqtim kelgan ekan degan ma'noda oldinga qadam tashlashingiz kerak. Shuning uchun sizlarga bu ishoralar bejiz emasligini mana tushunib yetdinglar. Bugungi darsdan o'zinglar uchun nima xulosa chiqardinglar? O'zinglar bilasizlar. Agar Alloh taolo xohlamaganida bu yoqqa olib keltirib qo'ymagan bo'lardi. Agar Alloh taolo xohlamaganida meni bu ishga muvaffaq qilib qo'ymagan bo'lardi. Agar Alloh taolo xohlamaganida insonlarni har bir patokdan natijaga chiqarib qo'ymagan bo'lardi. Har birlari mana natijaga chiqib kelishyaptimi? Demak, meni shu ishning ustida turg'izib qo'yibdi. Bugungi ma'lumotlar foydali bo'ldi deb umid qilaman. Mana bugungi bo'lgan darsimizda ham sizlar uchun navbatdagi ishora bo'ldi. Oxirgi ishora. Siz endi bu yog'iga uni qabul qilasizmi? Yoki yana o'tkazib yuborasizmi? Yoki yana qanaqadir bahona qilasizmi? Deylar, har bir ichki pastga tortuvchi fikrlar kelayotgan bo'lsa, bu gapimdan keyin shuninglar aniq nafsni hiylasi bo'ladi. Ichingizda qanaqadir ilhom kelayotgan bo'lsa, qiziqish bormi? Yo'lini qisanglar, Alloh imkoniyatni kengaytirib ochib beradi. Keyin hech bir narsa Alloh taoloning ruxsatisiz shunchaki befarq o'tib ketilmaydi. Bitta bayan bilasizlar, yerga Alloh taoloning ruxsatisiz uzilib tushmaydi.
Xuddi shu kabi bugungi dardga bejizga kelib qolmadinglar. Izn berdi. Kimlar nasib qildi bu dardni eshitishni? Alloh taolo xohladi. Izn berdiki, demak siz uchun imkoniyat. Bu imkoniyatdan foydalanib qoting. Siz xiyonat emas, omonatga vafo qilgan bo'lasiz. Ya'ni haligi nafsni ovozini o'chirib, sharoit ro'ka chiqmasdan harakat qiling, yo'l ochiladi.